İkinci bab. Nunning o'g'li Yoshua o'z xalqining Shittimdagi qarorgohidan ikki chorlug'ichini yoshirincha avatib, ularga buyruq qilib mundoq dedi. Sizlar berib Kenan zeminini bo'libmi Erixa shahrini chorlab kelinglar. Ular u yerga yetib berib, Rahab ismli bir fohisha ayolning uyiga tushib, shu yerda tunab qoldi. Erixa shahrining podshohi İsraillarning bu zeminni chorlashga kelib, ashu uyda turayotganligidan xabar tepib, odam avatib Rahabga uyingga kelganlarni chiqirib ber. Ular zeminimizni chorlash uchun kelganlar dedi. Ammo Rahab u ikkisini allaqachon yoshirib qo'ygan edi. U podsho avatgan odamlarga shundoq ikki odamning kelganligi rost, ammo ularning qayerdan kelganligidan xabarim yo'q. Gugum tushib, shahar darvozasi taqildigan chog'da u ikkisi chiqib ketgan. Ularning qayerga ketganligini bilmayman. Sizlar darhol qo'g'ilsanglar, cho'qim yetib olsizlar, dedi. Amaliyotda Rahab ularni allaqachon o'g'zidagi dövlab qo'yilgan zig'ir paxliga yoshirib qo'ygan edi. Shuning bilan podsho avatgan odamlar Iordan daryosining kechikiga boradigan yo'lda ularni qo'g'ladi. Qo'g'lab kelganlar shahardan chiqishi bilanla shahar darvozasi taqaldi. Rahab ikki chorlug'ichi uxlashdan burun o'g'ziga chiqib, ularga mundoq dedi. Men Parvardigorning bu zeminni sizlarga ata qilganligini bilaman. Sizlar bizni bakla qo'rqitibdinglar. Bu zemindagi barliq xalq sizlardan qo'rqib, yuraklari suv bo'lib ketdi. Sizlar Misrdan chiqqanda Parvardigorning sizlarga Qizil dengizni quritib berganligidan bizning xabarimiz bor. Yana sizlarning Iordan daryosining sharqiy qirg'idagi Amorlarning Sixon va Og degan ikki podshoyini va puhrolarini tal-to'kis yo'qotganliginglardanmi xabardormiz. Biz bularni anglagan hamon qo'rqib, jasoratimiz yo'qoldi. Chunki Parvardigorning Xudo butun olamning Xudosidir. Men sizlarga yaxshi muomala qildim. Shunga hozir sizlar Parvardigorning oldida mening jamatimga chiqilmaslikqa qasam bersanglar. Mening ota-onam, aka-ukalarim, aka-singillarim va ularning oilasining hayotini qutqizib, ularni o'limdan saqlab kelishga kapolat bersanglar. U ikki chorlug'ichi qasam berib mundoq dedi. Agar sen bizning harakatimizni oshkorlab qo'ymasanglar, Parvardigor bizga ato qilgan bu zemin qo'limizga o'tgan hamon biz sana bergan va'dimizda turib, mehribonligimizni ko'rsatamiz. Agar biz va'dimizda turmasak, Parvardigor bizning jinimizni olsin. Sepil Rahabning uyining posil temi bo'g'ashqa, u og'amchi bilan u ikkisini derazadan tövanga tushirib qo'yib, ularga mundoq dedi. Tog' ichiga kirib ketsanglar, qo'g'layotganlar sizlarni topamaydi. Sizlar shu yerda 3 kun yoshirinib, ular shaharga qaytgandan keyin yo'lga chiqinglar. U ikkisi menish oldida Rahabga: "Sen cho'qim biz degandek qilgin. Bo'lmasa, biz sana bergan qasamimizga ega bo'lmaymiz. Biz bu yerga qaytib kelganda, sen cho'qim bu qizil og'amchini bizni tushirib qo'ygan derazaga bog'lab qo'ygin. Sen ota-onang, aka-ukalaring va barliq oila a'zolaringni o'z uyingga jam qilgin. Agar kim bu uydan ayrilib, jinidan judo bo'lsa, u o'zining sho'ri. Biz uningga ega bo'lamaymiz. Agar sening uyingda birarsiga qo'l tekkizib qolsa, buningga biz aybkor. Lekin bizning harakatimiz to'g'riliq birarsiga
ig'iz ochsang, undaqda biz qilgan qasamdan xalos bo'lamiz, dedi. Rahab, bo'ladi, shundoq bo'lsin, dedi. Rahab ularni yo'lga selib qo'ygandan keyin qizil og'amchini derazaga bog'lab qo'ydi. Bu ikki chorlug'uchi taqqa chiqib yoshirinib oldi. Qo'g'lig'ichilar ularni yo'l bo'yi 3 kun izlab topolmay, Iriqa shahriga qaytib keldi. Shuning bilan chorlug'ichilar tog'dan tushib, daryodan o'tib, Nunning o'g'li Yoshua bilan ko'rishib, beshidan o'tgan hamma ishlarni ma'lum qildi. Ular Parvardigor haqiqatan butkul zaminni bizga ato qilibdi. U yerdagi odamlar qo'rqinidan yuraklari suv bo'lib ketibdi.